Rasmda market nomli jadval ma'lumotlari bilan keltirilgan. Ushbu SQL so'rov bajarilgach, ekranga chiqadigan natijani toping. Bu yerda ya'ni tanlab olish select berilgan va bizga so'rov natijasida ko'rinadi. Product name ustuni ma'lumotlari, unit ustuni ma'lumotlari va region ustuni ma'lumotlari ko'rinadi. Ya'ni mana shu so'rov bajarilgach, 3 ta ustun natijasi chiqadi bizga. Qaysilar shartni qanoatlantirsa. Demak, bu yerda market bu jadval nomi va not so'zi faqat region mana shu mintaqasiga tegishli. Mana bu ordan keyingi unitga tegishli emas. Ya'ni bu yerda not degani inkor, ya'ni bizda reja mintaqasi deyapti, like mana bu yerda foiz belgisi orasiga n qo'ygan. Ya'ni bu o'sha mintaqasi mana reja ustunida n harfi qatnashmagan degan. Not bo'lmasa agar bu qatnashgan bo'ladi. N harfi qatnashgan bo'ladi. Not borligi uchun qatnashmagan bo'ladi. Ya'ni bizda n harfidan keyin agar foiz belgisi bo'lsa bu n bilan boshlanuvchi, masalan, mintaqaga tegishli Norvegiya, masalan, Nigeriya bo'ladi misol uchun. Agar birinchi foiz belgisi bo'lib turib keyin n harfi bo'lsa, bu oxiri n bilan tugaydigan degan. Endi hozir mana bu yerdagi foiz belgisi n ni, demak, n bularning ichida yozilgan. Bu degani n bilan boshlanuvchi yoki n bilan tugallanuvchi, xullas tarkibda n harfi qatnashgan degan. Ya'ni n harfi oxirida keladimi, boshida keladimi, uni ahamiyati yo'q. O'sha, demak, matn tarkibida n harfi qatnashgan degan. Ya'ni bizda o'sha mintaqasida n harfi qatnashmaganlarni olamiz. Mana O'zbekistonda n harfi bor, Chinada bor n harfi mana bu yerda. Ololmaymiz, chunki not turibdi bu yerda. Buni ham ololmaymiz. Kolumbiyada n harfi yo'q, buni olib bilamiz. Turkiyada ham n harfi yo'q olamiz, Rossiyada ham olamiz. Endi bu yerda yana bitta sharti bor, or ham bor. Ya'ni or bizda kamida bittasi bajarilsa ham bo'ladi. Ya'ni tarkibda n harfi qatnashmagan bo'lsa ham bo'ladi yoki unit ustunida in 3749, ya'ni 37 va 49 bo'lgan qatorlarni ham olamiz. Mana bu yerda 49 bor, bu yerda 37 bor. Buni ham olamiz. Endi 54 kirmaydi. Bu yerda oraliq emas bu. Shunchaki o'zaro. Ya'ni 37 alohida, 49 alohida. Lekin 54 yo'q bu yerda. Baribir olamiz, sababi mana bu yerda like n shartini or bo'lgani uchun bajarilyapti. Ya'ni Kolumbiyada n harfi yo'q, not turgani uchun. Demak, biz bu satrni ham olishga to'g'ri keladi. Agar balki mana bu yerda misol uchun deylik 37 yoki 49 bo'lsa edi, 20 o'rnida buni ham hisoblaymiz. Chunki Chinada n harfi bo'lsa ham, lekin 37 borligi uchun mana bu or bo'lgani uchun buni olishga to'g'ri keladi. Lekin hozir bu yerda agar n bo'ladigan bo'lsa, u holda ikkalasi ham bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni 37 49 ham bo'lish kerak va n qatnashmagan ham bo'lish kerak bo'ladi. Demak, biz u vaqtda mana Kolumbiya ola olmaymiz. N bo'ladigan bo'lsa, chunki Kolumbiyada bu yerda 37 49 yo'q, n harf qatnashmagan bo'lsa ham, lekin hozir or bo'lgani uchun demak biz bu Kolumbiya qatorini ham olishga to'g'ri keladi. Va order by degani bu saralab, tartiblab chiqib, ya'ni qaysi ustun bo'yicha total cost, ya'ni umumiy xarajatlar bo'yicha mana bu ustun bo'yicha o'sha, ya'ni qolgan 3 ta mana shu qatorni ma'lumotlarini, ya'ni qaysi ma'lumotlar chiqadi? Product name, unit, region chiqadi. Mana shularni mana bu umumiy xarajatlari bo'yicha tartiblab chiqar deyapti, o'sish tartibida. Ya'ni bu o'sish tartibida bo'ladi yoki ASCII deb yozsa ham bo'ladi, jimlik holatda shunday bo'ladi. Keyingisi bu kamayish tartibida bo'ladi. Bu bizga desk deb yoziladi. Agar bundan keyin desk deb yozsak, bu demak avtomatik kamayish tartibida chiqarib beradi. Jimlik holatda bu o'sish tartibida bo'ladi. Ya'ni bu yerda kichikdan kattaga qarab yozsak, mana birinchi bo'lim mana bu kichikroq 296 ming, keyin ikkinchi bo'lim 1 million 421 ming, uchinchi bo'lim 2 million 218 ming chiqadi. Ya'ni shular bo'yicha tartiblab mana bu 3 ta qator natijasini chiqaradi. Ya'ni birinchi bo'lim bizda mana 7-chi qatorning 3 ta ma'lumoti chiqadi. Chunki bu bizda eng kichik son, ya'ni bu chiqadi. Mana bu yerda product name chiqyapti, unit 37 chiqadi. Keyin rejim mintaqasi chiqadi. Mana bu. Mintaqasi chiqadi. Birinchi bo'lib chiqadi. Ikkinchi bo'lib limon turgan. Demak, limon bu yerda 49 chiqadi. Keyin o'sha demak mintaqasi chiqadi va uchinchi bo'lib pineapple va 54 ham chiqadi bizda. Keyin o'sha davlat nomi Kolumbiya. Ana shunday tartibda hosil bo'ladi biz. Javob ana shunday ko'rinishda bo'ladi.